Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz so'zlashuv uslubining ikkinchi ko'rinishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu uslub bizda norasmiy uslub bo'lib, pyojummal deb nomlanadi koreys tilimizda. O'tgan darslarimizda ma'lumki bizda rasmiy uslubni ko'rib chiqqan edik. Norasmiy uslub esa shunday shaklki, bu senlar sensirimiydi. Sizlar sizlarmiydi. O'rtada qolgan, ya'ni arosatda qolgan shunaqangi uslub deb tushunsak bo'ladi. Koreyslar odatda bu uslubda ko'cha-kuyda juda ko'p foydalanishadi turmush hayotida. Xo'p, batafsilroq ko'rib chiqamiz. Norasmiy uslub, ya'ni pyojummal. Pyojummal ham xuddi rasmiy uslubga o'xshab turib otlarga, sifatga hamda fe'l turkumlariga qo'shiladigan qo'shimchalari mavjud. Kelinglar sizlar bilan birinchisini ko'rib chiqamiz. Bu ot shakliga qo'shiladigan qo'shimchalar. Iyeyo, yeyo degan shakl bilan bizda yozamiz bu narsani. Xo'p, iyeyo deganimiz bizga undoshlarga qo'shiladi. Yeyo degan shaklimiz unlilarga qo'shiladi. Va buni so'zlarda ko'radigan bo'lsak, saram, bu bizda odam degani. Mana bu so'zimiz saram. Bunga eng oxirgi unlisini qaraymiz. Eng oxirgi harfi, ya'ni undosh harf bilan tugallanyapti. Shuning uchun bizda iyeyo degan shaklda qo'shib ketdikda saram iyeyo, ya'ni odam. Biz o'tgan darsimizda ham aytdikki, bir narsani olib turib, mana bu narsa deydigan bo'lsak, ortidan biz narigi rasmiy shaklda imnida degan shaklda qo'shar edik. Bunda esa mana bu ikki shaklga bo'linadi. Iyeyo, yeyo degan shaklda. Biz insonni ko'rsatib turib, shunchaki saram deb turib to'xtab qola olmaymiz. Saram iyeyo deb turib boyagidek gapimizni yakunlashimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday Amoni degani bizda nima edi? Ona degan so'zimiz edi. Va oxirgi harfimiz bizda unli bilan tugatganligi uchun unlilarga qo'shiladigan shakl yeyo degan shaklda qo'shamiz. Ana yeyoni qo'shganimizda amoni yeyo degan shakl yuzaga kelib chiqyapti. Mana bunday, ya'ni bizga yonimizda turgan onamiz bo'lsa, biror bir qaris so'rasa, kim bu desa, amoni yeyo, onamlar degan tushuncha yuzaga keladi. Xo'p, bu shakl tushunarli bo'lsa, keyingi betimizga o'tamiz. Xo'p, keyingisi bizda sifat va fe'llarga qo'shiladigan shakllarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Sifat bilan fe'llarda rasmiy uslubda nima qo'shilardi? Ismnida yoki fi'lida degan shakllar qo'shilar edi. Bunda ham boyagi sifat bilan fe'lga bir xil qo'shimchalar qo'shiladi. Faqat bunda ham boyagi ikkita. Mana bu ayo hamda oyo. Endi bu joyda biz o'tgan darslardan bilamizki, yorug' hamda qorong'u ulli degan narsalarni o'tdik. Mana shu joyda o'sha grammatik qoidamiz yana o'z ishini boshlaydi. Yorug' ullilarga demak ayo, qorong'u ullilarga bizda oyo shakli qo'shiladi. Kelinglar buni misollarda ko'rib chiqamiz. Kada degani bizda bormoq degan so'zimiz edi. Moqni olib tashlaymiz. Kani o'zi qoldi. Oxirgi harfimiz nima ekan? Endi bu joyda biz oxirgi harfga emas, oxirgi unliga qarab turib qo'shishimiz kerak edi. Oxirgi unlimiz demak a ekan. A harfiga nima turkumga kirardi? Yorug' unlilar kirardi. Shuning uchun ayoni qo'shdik va mana bu joyda bizda alar qisqarish yuzaga keladi. Ka ayo qilish hojati yo'q bu joyda. Shuning uchun kayo deb turib bitta a ni tushirib qoldiramizda, kani yozib, orqasidan mana bu yo shaklini yozib qo'yish bilan kifoyalanamiz. Biz bormoqdan borayapman degan norasmiy uslubni yasagan bo'lamiz. Undan keyingisi oda. Oda degani nima edi? O'tgan darslarimizda o'tdik. Bu kelmoq degan so'zimiz edi. Bunga xuddi shunday dasini tushirib qoldiramiz va eng oxirgi o harfi ekan. O unlisi demak bizda qanaqa yorug' unlilar sirasiga kiradi va ayoni qo'shamiz yana. Natijamiz nima bo'lyapti? O harfi bilan a harfini qo'shilishidan bizdan va degan diftonimiz kelib chiqadi. Shuning uchun vayo degan shakli bilan biz yasaymiz. Ya'ni kelmoq degan so'zimizdan kelayapman degan norasmiy uslubda yasadik. O'tgan darsimizda yana bir narsani ko'rdik, ya'ni hada degan so'zimiz. Bu qilmoq edi, to'g'rimi? Bu norasmiy uslub edi. Moqni olib tashlaymiz. Aslida a yo shakli qo'shilish kerak bunga. Lekin bu qoidaga bo'ysunmaydigan so'z bo'lganligi uchun oyosi qo'shiladi. Bizda mana bu shakl yuzaga keldi. Ya'ni heyo degan shaklda tushiladi. Narigi shaklda bo'lgan edi. O'tgan zamon shaklimizda buni ko'rdik. Hessimnida deb turib o'tdik. Endi bu norasmiy uslub desa heyo degan shaklda ko'rinishga oladi. Xo'p, yaxshi, bu ham tushunarli bo'lsa, undan keyingisi mashida degan fe'limiz bizda ichmoq edi. Ichmoq degan narsamiz
maqtanib tashlaymiz. Oxiri i. I harfimiz bizda qorong'uliklar sirasiga kiradi. Shuning uchun oyoq shaklini qo'shdik. Endi o'tgan darslarimizdan ma'lumki, i bilan o keladigan bo'lsa, bizda nimani hosil qiladi? Yo degan tovush hosil qiladi. Va natijamiz nima bo'ladi? Mash yo degan so'zimiz bilan ifodalaymiz. Biz ichmoqdan ichyapman, ichib turibman degan hozirgi davomiy zamon fe'l shaklida norasmiy uslubda biz gaplarimizni tushunib oldik. Xo'p, bularni yozib olamizda keyingi betga o'tamiz. Hop, bugungi darsimiz mana shu norasmiy uslubda gaplashishdi, ya'ni qo'shimchalar qo'shilishi, yakuniy qo'shimchalar qanday ko'rinishga egaligini ko'rib chiqdik. Va uyga vazifamiz bo'ladi sizlarga Hyonggantin, Hyongwantin. Bu ham bo'lishi kerak ekan. Ton, ya'ni pul. Uyda stul, sukche hada. E'tibor qilgan bo'lsak, men har doim sukche deb yozib qo'yaman. Bu uy ishi degan tushuncha, ya'ni sukche hada deb yozsa, uyga vazifa degan narsani beradi. Tanida bu bizda qatnamo. Shu so'zimizni eslab qolamiz. O'qishga, ishga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, o'sha joyda ishlayapman yoki o'qiyapman degan ma'nolardan berib ketadi. Hop, cho'tta, cho'xta deb yoziladi. Bu yaxshi. Mana shu 6 ta so'zimizni otiga ot shaklini, fe'l va sifatlarga qo'shiladigan shakli bo'lsa, ana shu shakllarni qo'shib, uyda tuslab mashq qilamiz. Xo'p, bugungi darsimiz tushunarli bo'lsa, yangi darsda ko'rishguncha. Xayr.